Azizlar, tinglayotganingiz Surxondaryo radio kanali Yaxshi kayfiyat jonli dasturi. Studiyamizda bugun mehmonlar bor. Men ularni tanishtirib o'taman. Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi axborot xizmati rahbarlari Behruz Safarov va Husan Umirovlar studiyamiz mehmonilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Behruz aka, demak Husan aka, xabaringiz bor, 2024-yil 5-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan imzolangan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunning ijrosi yuzasidan Surxondaryo viloyatida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Keling, shular xususida dastlab suhbatlashdik. Assalomu alaykum. Haqiqatan kadastr agentligimiz tomonidan hozirda dolzarb masalalardan biri bu, ya'ni muhtaram prezidentimizning 5-avgust 2024-yilda qabul qilingan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va ularda qurilgan bino va inshootlarga nisbatan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosi yuzasidan qisqacha bir ma'lumot berib o'tsakda, ya'ni ushbu qonun ijrosi yuzasidan hozirgi kunda qanday ko'chmas mulklarga nisbatan huquqlar e'tirof etilyapti. Bu bo'yicha albatta ma'lum bir kategoriyalar belgilangan. Ya'ni bunda 2018-yil 1-maygacha yakka tartibdagi uy-joy qurish orqali o'zboshimchalik bilan egallangan yer va undagi bino va inshootlarga nisbatan va keyinchalik 2018-yil 1-may kunigacha fuqarolar va tashkilotlar tomonidan hujjatda ko'rsatilgan yer uchastkasidan ortiqcha egallangan yer uchastkasi va undagi bino inshootlarga nisbatan va bu bilan birga 2019-yilda xabarlaringiz bor menimcha, chunki aksiya deb atalardi. U 461-sonli Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror bo'yicha bir martalik aksiya doirasida huquqlar e'tirof etish oxiriga yetmasdan qolgan bino va inshootlar. Shu bilan birga 2021-yil 8-iyunga qadar hokimlik vakolati ketgunga qadar bunda tuman shahar hokimi qarori bilan yer uchastkalari ajratilgan va viloyat hokimi xalq deputatlari kengashi tomonidan tasdiqlanmasdan qolgan yer uchastkalari va bu bilan birga bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlari hududidagi turar joy yer uchastkalari va bino inshootlarga, kichik sanoat zonasi hududidagi 2020-yil 9-martgacha joylashtirilgan tadbirkorlarning yer uchastkalarida va bu bilan birga davlat orderi orqali xususiylashtirilgan bino va u egallagan yer uchastkalariga nisbatan hamda hokim qarori bilan mulk huquqi e'tirof etilgan binolar va egallagan yer uchastkalariga nisbatan huquqlar e'tirof etilishi belgilangan. Bu bilan birga yuqoridagi huquqlar e'tirof etishning asosiy shartlari ham mavjud. Buni bir qisqacha bir ma'lumot ko'rinishida berib o'tadigan bo'lsak, yer uchastkasi biror bir fuqaroning xonadoniga biz kadastr xodimlarimiz borganda ushbu yer uchastkasi boshqa birovga ajratilmagan va boshqa birovga auksionga chiqarilmagan bo'lishi kerak. Shu bilan birga yer uchastkasini foydalanishda qo'shnilar o'rtasida va oilaviy nizolar mavjud bo'lmasligi va eng asosiysi yer va mol-mulk solig'i bo'yicha ham qarzdorliklar albatta to'langan bo'lishi kerak. Keyin muhofaza zonasi deb ataladi. Ya'ni bu muhofaza zonasi magistral gaz, elektr liniya, temir yo'l, avtomobil yo'llari muhofaza hududidagi obyektlar va bu bilan birga sug'oriladigan yer uchastkasida joylashmagan bo'lishi kerak. Shu asosda har bir kategoriyaga mos boshqa shartlar, investitsiya majburiyati bajarilgan bo'lishi kerak va bosh reja talablariga zid kelmasligi kerak. Ya'ni bu game planga asosan fuqarolar hozirgi kunda ushbu qonun ijrosi yuzasidan hech qaysi davlat idorasiga borish shart emas. Chunki kadastr agentligimiz tomonidan tasdiqlangan reja grafikimiz mavjud. Ushbu reja grafikka asosan 2026-yilda hozirgi kunda barcha tuman shahar filiallarimizda xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Bu birorta xonadonimiz qolib ketmaydi. Ya'ni har bitta xonadonimiz xatlovdan o'tkaziladi va undan keyin 2027-yil reja grafiki 2026-yil dekabr oyida tasdiqlanib jamoatchilikka e'lon qilinadi va bu bilan birga hozirgi kunda Surxondaryo viloyatimiz bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsalar, Behruz aka. Hozirgi kunda qonun ijrosi yuzasidan Surxondaryo viloyatimizda jami 724 ta mahalla mavjud bo'lib, qonun ijrosi tizimda va boshqa amalga oshirilib kelmoqda. 2026-yilda mo'ljallangan aniq reja grafikka asosan 146 ta mahallalarda xatlov ishlari o'tkazish belgilangan.
Ya'ni bunda 150 dan oshiq malakali mutaxassislar jalb qilingan. Hozirgi kunda, ya'ni bugungi holat bo'yicha 106.578 ta obyekt to'liq xatlovdan o'tkazildi viloyat bo'yicha va shundan 48.722 ta obyekt esa e'tirof axborot tizimiga kiritildi. Va shunda 8.666 ta obyektlar bo'yicha esa mulk huquqlari qonuniy ravishda e'tirof etildi. Ya'ni alohida ta'kidlash joizki, huquqi e'tirof etilgan obyektlar egalari bugungi kunda o'z mulkini to'liq qonuniy asosda rasmiylashtirish, uni meros qilib qoldirish, oldi-sotdi qilish, garovga qo'yish kabi huquqlarga ega bo'lmoqdalar. Bu esa aholining iqtisodiy faoliyatini oshirishga, ya'ni moliyaviy imkoniyatini kengaytirishga va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Juda ham yaxshi, rahmat ma'lumotlar uchun. Va shu o'rinda fuqarolarda savollar tug'ilishi mumkin. Misol uchun, uyimizni xatlov qilib ketishdi. E'tirof saytini kuzatib turibmiz. Xatlovdan keyin qancha vaqt o'tganda o'sha saytga ko'rinadi degan bir savollar kelgan. Bularga qay tariqa javob bergan bo'lardingiz? To'g'ri savol. Hozirga kadastr xodimlari birinchi navbatda kadastr xodimlari tomonidan reja grafik asosida xatlov ishlari amalga oshiriladi va undan so'ng ko'chmas mulk, ya'ni mulk egasi huquqiy hujjatlarini o'rganib chiqiladi va kadastr organlari Uzkart va e'tirof axborot tizimiga ma'lumotlarni umumlashtiradi. Tizimlar orqali shu umumlashtirilgandan so'ng 2 oy davomida, ya'ni 60 kun vaqt bo'lgan vaqt davomida vazirlik va tashkilot idoralar tomonidan tegishli xulosalar va ma'lumotlar kiritiladi va undan so'ng jamoatchilikka e'longa chiqadi. Ya'ni 1 oy davomida. Shu 1 oylik muddatda jamoatchilik tomonidan ochiq portalga chiqarilganda, ya'ni bemalol fuqarolarimiz o'z ko'chmas mulkiga doir ma'lumotlarni kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. Tushunarli. Demak, yana savol bor. Xatlov bo'yicha menga egalik huquqi e'tirof etilganligini qayerdan bilsam bo'ladi degan bir savol ekan. Rahmat savol uchun. Boya yuqorida ham aytib o'tilgandek, 18 ta ishchi guruh komissiyamiz mavjud. Ushbu 18 ta komissiyamiz tomonidan barchasi ijobiy deb topilgandan so'ng adliya boshqarmasi tomonidan unga alohida xulosa beriladi. Ya'ni adliya tomonidan ma'qullanib, ishchi guruh komissiyasining xulosalari asosida umumiy bitta xulosa beriladi va bundan keyin xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashining qarori qabul qilinishi uchun fuqarolar tomonidan biriktirilgan, ularga xatlov jarayonida bizlar olib qolgan telefon nomerlarimiz orqali to'g'ridan to'g'ri SMS tarzida xabarnomalar boriladi. Ya'ni ushbu SMS xabarnomada bir martalik huquqlarni e'tirof etish uchun bir martalik to'lovni amalga oshirish bo'yicha har bir fuqaroning telefon qurilmalariga SMS tarzida xabarlar to'g'ridan to'g'ri yuboriladi va shu asosda to'lovlarni amalga oshirgandan keyin ushbu fuqarolarning uy joylariga nisbatan huquqlar e'tirof etilib, keyinchalik ushbu huquqlar asosida davlat ro'yxatidan o'tkazib olinadi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yana bir savol bor shu o'rinda. Yer olish tartibi qanday? Yer olish tartibi, ya'ni bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yer olish tartibi O'zbekiston Respublikasining shu yer kodeksi va Vazirlar Mahkamasining bilan tartibga asosan auksion savdolari orqali realizatsiya qilinadi va yakka tartibdagi uy joylar qurilish uchun ham, tadbirkorlik qilish uchun ham yoki boshqa maqsadlarga foydalanish uchun ham yer uchastkalari olish faqat auksion savdolari orqali amalga oshiriladi bugungi kunda. Tushunarli. Yer uchastkasini hozir egallab olib, ushbu xatlov asosida hujjat qilib olsam bo'ladimi degan savol qoldirishgan ekan. Qonunda ham aniq qilib yozib qo'yilgan. Bunda ya'ni 2018-yil 1-maygacha qurilgan yakka tartibdagi uy joylarga nisbatan huquqlar e'tirof etilishi belgilangan va bundan keyin egallab olingan, qurilgan uy joylarga nisbatan faqatgina kadastr agentligi tomonidan, kadastr agentligimizda yer va kadastr nazorati bo'limimiz bor. Ushbu bo'lim inspektorlarimiz tomonidan, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli
moddalariga muvofiq javobgarlikka tortilishi belgilangan. Ya'ni buni bir qisqacha ma'lumot ko'rinishida aytib o'tish joiz deb bildim. Sababi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 60-modda 2-qismida yer uchastkasini o'z boshimchalik bilan egallab olish. Ya'ni ushbu yer uchastkasini to'g'ridan to'g'ri egallab olish jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari va yuridik shaxslarga esa 70 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Bu bilan birga ushbu kodeksning 60-modda 3-qismi ham mavjud. Bunda ya'ni yer uchastkasini o'z boshimchalik bilan egallab olib, u yer uchastkasiga qurilishlarni amalga oshirish, ya'ni xuddi shu savolga javob, ushbu qurilishlarni amalga oshirish bunda ya'ni jismoniy shaxslarga 200 baravar, yuridik shaxslarga esa 400 baravarigacha jarima qo'llanilishi belgilangan. Shu o'rinda nima demoqchimiz? Yer uchastkalarini 2018-yildan keyin egallab olib, ushbu qonun bo'yicha hujjat qilib olaman degan fuqarolarga nisbatan ushbu qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik choralari qo'llanilishi mumkin. Tushunarli. Bizni mahallamizga xatlovga kelishgan, lekin uyimizda hech kim bo'lmagan. Endi uyimiz o'lchanmay qolib ketadimi? Endi nima qilsak bo'ladi degan savol qoldirishgan ekan. O'rinli savol. Avvalambor shu xatlov ishlari kadastr organlari tomonidan reja grafikka asosan amalga oshiriladi. Agar sizning uyingiz yo uy joyingiz xatlov qilingan mahallada boshlangan payti borganda uyda egalari bo'lmasa yo ma'lum bir vaqtda yo'q bo'lgan payt bizda xodimlar borib o'rganilganda bo'lmagan paytda agar shunday holat yuzaga kelsa mahalla idoralariga murojaat qilinadi yoki kadastr organlariga murojaat qilsa bizni xodimlarimiz borib o'sha joyda boshqatdan o'lchab tizimga kiritib berishadi. Tushunarli. Hozirgi kunda bir fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan kadastr hujjatlari mavjud uy joydagi yer uchastkasidan qo'shimcha qurilish qilgan, bunga nisbatan javobgarlik mavjudmi va keyin bu qo'shimcha qurilishlarni o'sha qonunlashtirish tartibi qanday bo'ladi? Bu haqiqatdan hozirgi kunda fuqarolarimiz tomonidan o'zini yer uchastkasiga qonuniy hujjati, kadastr hujjatlari mavjud yer uchastkasiga nisbatan qo'shimcha qurilishlar qurish va eski qurilmalarni buzib o'rnidan boshqa qurilishlar qurishlari amalga oshirilmoqda. Bunda haqiqatdan ushbu qonun asosida xatlov ishlarini kutib o'tirish shart emas. Agar buni to'g'ridan to'g'ri qonuniylashtirib olish borasida yuzlanadigan bo'lsak, bunda ya'ni haqiqatdan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 68-modda 1-qismiga asosan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun o'z vaqtida murojaat etmaslik, ya'ni qo'shimcha qurilishlarni loyiha smeta hujjatlari asosida ishlab chiqib, undan keyin ushbu obyektga nisbatan 1 oy ichida davlat ro'yxatidan o'tkazmaslikda bunda javobgarlik mavjud. Bunda jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, yuridik shaxslarga esa 15 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Shu asosda buni qonuniylashtirish tartibi yuqorida aytilgandek, eng avvalo loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqiladi va keyinchalik ushbu loyiha arxitektura va qurilish bo'limlari tomonidan kelishilgandan so'ng kadastr hujjatiga qo'shimcha qurilish sifatida kiritib beriladi. Tushunarli. Rahmat ma'lumotlari uchun. Studiyamiz mehmonlari Surxondaryo viloyati boshqarmasi axborot xizmati rahbarlari Behruz Safar va Husan Umirovlar bo'ldi. Tashrif uchun kattakon rahmat. Rahmat. Azizlar, dasturimizni ajoyib bir diltortar tarona bilan davom ettiramiz. Bizdan yiroqlashmang.